kalmadı o da. Siz halkını öyle kıldınız. Kaçan biz halkımız kabulizden bize rozu mindan bitta bilvat boyunca manımca siz işleyapsınız. Ya qaysi korxonaga bo'lsak bizga prokuratura keldi, prokuratura ana bular xizmatdan. Bular ham kelsa ochib yaxshi qabul qilishadi. Rahmat hammalaringizga o'tirib lekin bitta spravkam qoldi, liftniki ish bilan bordim, domim yo'q. Kecha men obyektdan kelgan jamshidni uchrashuv belgilagandim. Kecha men uchrashdim sudyaning kabinetiga. 1,5 soat gaplashdim. Uni nimasi yo'q, fikri yo'q, berish ham yo'q, boshqa elementlarni uyini ichida remont qilib beramiz deb har qanday sudya bilan gaplashdik. Ikkita tomon bo'yicha qilmadi. Befoyda o'sha siz o'sha lift masalasini hallang. Bu yo'g'ini biz halladik. Halladim. Hozir hujjatlarini olib kelyapti. Yetti tashkil bo'yicha lift masalasi qoldi o'tirib. Relevantlarni uyini ichi qoldi, uni o'zimiz hallaymiz.